Ofitsialniy salondan BYDga рассрочка ochildi. Akalar, mana Chempion 110 taligi 374 million 100 ming so'm. Chempion 150 taligi 396 million 600 ming so'm narxi. Buni avtokreditga olsangiz bo'ladi. Bu pozitsiyasini, full pozitsiyasini, bu pozitsiyasini рассрочкаga olsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga nima farqi borligini bitta ko'rsatib beraman. Ungacha like bosing, obuna bo'lib qo'ying. BYD ofitsialniy ma'lumotlari menda o'zimda BYD ilosda bo'ladi. Har doim ko'rib borsangiz qiziq bo'ladi. Hozir ko'rsatib olaman. Ketdi kunda farqlarni tushuntiramiz. Birinchi farq. Bu tokda 150 yuradi. Bu tokda 110 yuradi. Yana bitta farqi kolonkasida bo'ladi. Bu mana 150 taligi, 150 taligida mana bu yerda subwooferi bo'ladi. Kolonkasi mana Infinity bo'ladi bunda. Infinity kolonka bo'ladi. Mana ko'rinyaptimi? Hozir 110 talikni ko'rsataman. 110 taligida subwoofer bo'lmaydi, bu joyi bo'sh bo'ladi. Kolonkasi Infinity bo'lmaydi. Bu joyda mana 110 taligida slipoy zona yo'q. Bunisida hozir Championda ko'rsataman. 150 taligida mana bor. Full pozitsiyasida bor. Yana farqi salonning ichida. Bunda katta planshet 15 dyumlik, ikkita беспроводной zaryadka shu kolonkasi. Boshqa farqlar yo'q, hozir uni ko'rsataman sizga. Ikki farq. Bunda беспроводной zaryadka yo'q, planshet kichkina. Bo'ldi. Fikrlarga keladigan bo'lsa, buni hozir рассрочкаga olsangiz bo'ladi, buni avtokredit. Mana mashinaning grafiklari. 50% ni to'laysiz. Mana mashinaning tan narxi 50% 187 million, 0% 24 oyga mana oylik to'lovi qanchadan chiqadi? Sug'urtasi 3 million 900, shu общий 191 million 40 ming so'm to'laysiz, oylik to'lovingiz mana hech qanaqa foiz yo'q. Bu men bunga ta'sir qiladi bu. Birinchi men full oladigan bo'lsangiz, 150 talikni oladigan bo'lsangiz, mana unda grafik qanaqa bo'ladi? Bu 5 yillik grafik. 396 million mashina narxi, 50% sug'urtasi, bu 5 yilga bo'lgancha 210 million to'laysiz, oylik to'lovingiz mana 4 million 400 dan chiqadi. Yillik foizi 11.9 dan, bu 5 yilga. Xohlasangiz mana grafikda rasmga tushirib olinglar. Bu endi 3 yillik grafik. 3 yillik grafikda mana ko'rishingiz mumkin. 396 million 600, 50%. 396 million 50%. 198 million bo'ladi. 12.5% dan bo'ladi. 36 oyga oylik to'lovingiz. Xohlasangiz mana 6 million 333 mingdan to'lov qilasiz. Xohlasangiz 7,5 milliondan boshlab pastga qarab ketaveradi. Grafikda rasmga tushirib olsangiz bo'ladi. Agar like bosing, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa qiziq ma'lumotlar qo'yib boraman. Atak bularda ko'rinishida hech qanaqa farq yo'q. Shu aytganimdek, bunda 150 km tokda yuradi, 110 yuradi, planshet kichkina, беспроводной zaryadkasi yo'q, planshet katta, беспроводной zaryadkasi bor, slipoy zonasi bor bunda slipoy zonasi yo'q. Subwooferlari yo'q, subwooferi bor. Infinity kolonkasi Infinity emas. Agar xohlasangiz BYD Sergeli avtosaloniga kelinglar, haydab ko'ringlar. Mashinani bepul haydab ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamiz nalichida. Pastda nomer qoldiraman, telefon qilinglar. Mashinamiz xudo xolasa nalichida, xudo xolasa bonuslar bilan qilib beramiz akalar. Hammani BYD Sergelida kutib qolamiz.